Siz hali ham o'z biznesingizni nimadan boshlashni bilmayapsiz, to'g'rimi? Daromad topishni xohlaysiz, lekin bunga yechimni topa olmayapsiz. Ko'pchilik ayollar aynan mana shu muammoga duch keladi. Qayerdan boshlashni bilmaslik, noto'g'ri yo'lni tanlab qo'yish, vaqt va pulni yo'qotish. Eng yomoni o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotishingiz. Men Ra'no Zokirova aynan mana shu muammolarni yechishga yordam beraman va sizga aynan mana shu Business Woman loyihasini tavsiya qilaman. Bu maxsus ayollar uchun yaratilgan loyiha. 1 yil davom etadigan rivojlanish platformasi. Hozir sizga aynan mana shu loyihani to'liq tushuntirib beraman va aynan Business Woman loyihasini nimaga tanlashingiz kerakligini hozir azizlarim bilib olasizlar. Bu loyiha asosida sizlarni aynan 4 xil loyiha kutadi. Oldin sizlardan bir narsani so'rab olmoqchiman. Onlayn biznes qilish deganda siz nimani tushunasiz? Deylik, marketplace'larga tovarlarni joylashtirish, O'zim Market, Yandex, Wildberries yoki azizlarim chet eldan, masalan, Amerika, Turkiya, Xitoydan tovarlarni aynan o'zimizga olib kelishnimi? Yoki Instagram, Telegram, YouTube orqali tovarlarni sotishnimi? Mana shu yo'nalishlarni barchasini bitta platforma orqali o'rganishingiz mumkinligiga ishonasizmi? Mana shu yo'nalishlarni hammasini bittagina platforma orqali va birgina obuna bilan va azizlarim bemalol o'rganishingiz mumkinligiga ishonasizmi? Bu aynan Business Woman loyihasini yo'nalishlari. Ya'ni tushunib turganingizdek, biz birgina yo'lanish bilan cheklanmaymiz. Va aksincha, biznes qilishingiz uchun nima bilim kerak bo'lsa, voy, hammasini aynan sizlarga o'rgatamiz. Mahsulotingizni suratga olishdan tortib, buxgalteriya hisob-kitobigacha. Bundan tashqari haftasiga 3 marotaba darsliklarni aynan jonli tarzda o'tkaziladi. Bu darslarni bo'lsa eng malakali ustozlar o'tkazishadi. Endi esa aynan bizning platformamizda kimlar sizlarga dars berishi haqida gapirib o'taman. SMM va target yo'nalishida Shahlo Dilshodovna sizga ijtimoiy tarmoqlarda sotuv qilish, WeChat va chet ellardan tovarlarni olib kelish bo'yicha Adela Anvarovna, Nargiza Ibragimova marketplace'da sizlarga savdo qilishni o'rgatadi. Marketing va sotuv yo'nalishida Dila Dilshodovna esa internet orqali mijoz topishni albatta sizlarga o'rgatadi. Biznes psixologiya yo'nalishi bo'yicha bo'lsa Fatima Iskandarova va yana ko'plab yo'nalishlarimiz. Target deysizmi, mamelografiya deysizmi, buxgalteriya deysizmi? Barcha top mutaxassislar aynan sizlarga azizlarim darslarni berishadi va aynan sizlar uchun eng muhim qismi, ya'ni kutganingizdek bonuslar haqida. Siz aynan mana shu loyihaga qo'shilishingiz bilan yopiq kanalga a'zolik beriladi. Darslar bo'lsa tabiiy hol aynan mana shu kanalda bo'ladi. 1 yil davomida sizga beradigan albatta kurator nazoratida bo'lasiz. Biznes boshlashingiz uchun aniq strategiya va g'oyalar sizga yordam beradi. Va birgina obuna bilan mana shu hamma narsaga siz ega bo'lasiz. Endi narxiga to'xtalib o'tsak. Asl qiymati 2.400.000 bo'lgan kursimizni hozir o'zidayoq qaror qabul qilgan holatda hozir qo'shilaman desangiz, ya'ni bugun a'zo bo'lasiz va 800.000 ga 1 yillik obunani xarid qilasiz. Bu narxi ichida yuqorida sanagan hamma qulayliklar bor. O'zim market orqali xarid qilaman desangiz, 3, 6, 12 oyga bo'lib to'lashingiz mumkin va albatta boshlang'ich to'lovsiz. Hozir azizlarim o'qimoqchisiz, lekin afsuski yoningizda mablag'ingiz yo'q bo'lsa ham boshlang'ich to'lovsiz kursga a'zo bo'lishingiz mumkin. Bu qulaylik ham aynan sizlar uchun. Demak, boshlamaslik uchun ham sabab qolmadi. Bir joyni sizlarga eslatib qo'yishim shart. Bu qulayliklar soni afsuski chegaralangan. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Hoziroq bugundan joyingizni band qilib qo'ying. Aynan sizni Business Woman loyihasida kutib qolamiz va oldingizga qo'ygan maqsadingizga albatta erishasiz.